Assalomu alaykum aziz tomoshabin, qadrli yurtdosh, aziz vatandoshlar. Bugun ta'lim deyarli halokat yoqasiga kelib qoldi. O'zbekiston ta'limi jar yoqasida turibdi. Ta'limni qisqartirish mamlakat kelajagini tanazzulga olib borishdan o'zga narsa emas. Ta'limning qisqarishi, ta'limning soddalashuvi bu eng og'ir fojia hisoblanadi. Sovet ittifoqi davrida biz ta'lim olganmiz, o'rta maktabni bitirganmiz. O'sha davrdagi ta'lim darsliklari bilan, ya'ni o'rta maktab darsliklari bilan bugungi maktab darsliklarining orasida osmon bilan yercha farq bor. Bizning davrimizda shunchalar inson, bolalar, o'quvchilar ta'lim olardiki, hattoki misol uchun umumiy biologiyada butun bir katta chinor daraxtini misol keltirsam, o'sha chinor daraxtining ildizini uchidagi tig'chasi bo'ladi. Mana shu ildiz tig'chasi borki, ildiz oldinga qarab rivojlanadi, o'sadi. Mana shuning uchidan kirib barg og'zichasidan, ya'ni ildiz yo'nalishi bilan birga tanaga chiqib, tananing lub tolalari, po'stloqning lub tolalari orqali tepaga chiqib, u yerdan barg bandi orqali barg sitoplazmasi, ya'ni barg og'zidan chiqib ketadi. Bu xuddi bir ichki yonuv dvigatelini murakkab, mana misol uchun shunday bir qalta jargon gaplar borda, motordan kirib gulishturdan chiqib ketadigan darajada usta degan gaplar bor. Bu ham biologiyaga o'sha davrdagi wunderkind o'quvchilarga nisbatan aytilgan gap. Mana bugun ta'lim shu qadar soddalashtirdiki, hattoki eng zo'r o'quvchilarni ham bilimini no'noq bo'lib qolishiga, no'noqlarni esa o'rtahol bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Mana shuning uchun ham davlat test markaziga har yili topshirayotgan o'quvchilarning, talabalarning, ya'ni abituriyentlarning olayotgan bali o'rtacha 50-60 baldan yuqoriga ko'tarila olmayapti. Turli xil sertifikatlar yoki bo'lmasam boshqa bir imtiyozlar orqaligina o'qishga, talabalikka qabul qilinadi. Mana oddiy bir misol, bir yildan ortiq vaqt bo'ldiki, mana Boysun, Surxondaryoning Boysun tumanida atrofga o'sha gaz portlab, gaz chiqib yotibdi. Bu juda katta konning og'zidan ufurayotgan gaz. Bu atrof muhitni, ekologiyani buzyapti. Bundan tashqari undan qancha imkoniyatlarni yo'qqa chiqaryapti, foydalanish imkoniyatlarini yo'qqa chiqaryapti. Nima uchun? Chunki bizda injenerlar yo'q. Injenerlarning yo'qolishi, injenerlarga bo'ladigan o'sha tashkilotlar, korxonalarning bankrot bo'lishi, injenerlarga bo'lgan talabning yo'qolishi bugun mana shunday salbiy oqibatlarni keltirib chiqyapti. Vaholanki davlatni, har qanday mamlakatni rivojlantirishning eng poydevori bu injenerlar, texnologlar, biologlar, ximiklar. Mana shu insonlar bugun o'sha intellektual elita tarkibiga kiruvchi eng kuchli bir qismni tashkil etadi. Va afsuski bugun bizda O'zbekiston ta'limi nuqtai nazaridan olsak, intellektual elita yo'qolib boryapti. Ikkinchi jahon urushi davrida 1 millionga yaqin bolani evakuatsiya qilingan bo'lsa, shu bilan bir qatorda 150 mingta butun SSSRda intellektual elita, eng kuchli fizik, texnolog, slesar va mana shunday bir mediklarni ham O'zbekistonga ko'chirib o'tishgan va mana shu intellektual elita 150 mingga yaqin inson O'zbekistonga qurilayotgan o'sha favqulodda vaziyatda qurilgan zavod, fabrikalarda ishlarini, dastgohlarda ishlashni o'rgatishgan o'shalar. Mahalliy aholiga, ya'ni O'zbekiston xalqiga mana shulardan, o'sha dastgohlardan, uskunalardan, anjomlardan qanday foydalanish yo'llarini o'rgatgan. Bugun esa mana shunday bir injener, texnologlarni, biologlarni, agronomlarni, zootexniklarni yo'qligi uchun ham O'zbekistonning kelajagi mana shunday xavf ostida qolyapti.
Bu tabiiy fanlarning maktab darsliklaridan qisqarib ketishi va ularning kichrayib borishi, tarixning kichrayishi, adabiyotning kichrayib borishi, fan darsliklarining kichrayib borishi bu juda bir og'ir, mudhish ahvollarga olib keladi. Bizning Sovet Ittifoqining o'rta ta'limi juda kuchli strategik kuchga ega bo'lgan. Chunki Ikkinchi jahon urushidan keyin Stalin davrida SSSRga Amerika prezidenti Ruzvelt tashrif buyurganida u hamma sohani ko'rib chiqib birgina xulosaga kelgan: biz Rossiyadan, SSSRdan qo'rqmasak ham bo'ladi. Vaholanki bittagina yo'nalish bu butun dunyoga xavf solyapti. U ham bo'lsa SSSRning ta'lim dasturi. Mana shundan qo'rqish kerak degan. Bugun u dasturdan asar ham qolmadi. Bugun kitoblar soddalashgan, og'ir, jussador bo'lgan, mag'izdor bo'lgan kitoblar ertak kitobchalarda kichkina qo'llanmachalarga aylandi. Bu ta'limning jar yoqasiga kelib qolgani, ta'limning qulashi. Bu esa O'zbekiston kelajagini xavf ostida qoldiradigan narsa. Bugun ta'limga qiziqish, ta'limga intilish yo'q. Vaholanki bugun faqat shou biznes, sportchilar, mana shular eng kuchli jamiyatning diqqat nazarida, prezidentning diqqat nazarida va ularga har qanday misol uchun bayroq ko'tarib kelgan juda kuchli bir katta mulklar bilan taqdirlash marosimlari amalga oshadi. Vaholanki fizika, ximiya, biologiya, mana bu kitoblarni o'qigan, mana shu geografiyani bilganlarga hech qanday e'tibor ham yo'q. O'sha o'qituvchilarga nisbatan munosabat ham eng nisbiy darajada bo'lyapti. Bizning davlatimizning eng odamlarga, dunyo davlatlariga migrantlar ko'pi va shu O'rta Osiyodan chiqishiga sabab ham birinchi o'rinda mana shu.